Assalomu alaykum, Aliya Sultan 122 aqliq salondagi barliq azizlar. Bugun sizlarga shu eris qaynatish usuli to'g'ri tushuncha bermoqchi. Ya'ni bu eris qaynatish uchun bugungi bu miqdor sal ko'parak, oilada qilmoqchi bo'lsanglar, sal kichikga tutib o'lchamni qilsanglar bo'ladi. Buning uchun kerakli materiallar 4 kilogramm süt xonimlar. Cho'qim shunday sirliq ko'rdi qaynatimiz juma buni. 4 kilogramm süt, 2 kilo 200 gram shakar. Mushu shakarimizni mushu sütning ustiga qo'yib, qo'l chalg'ish bilan obdan ilashtirib, shakarimiz butunlay erib bo'lgandan keyin o'tga qo'yamiz. O'tda so'z, o'tda qaynatamiz juma xonimlar. Xonim qizlar, sutimizga shakarni qo'yamiz. Shakarni quyib, buni to'xtamasdan ilashtirib, juda o'tga qo'ymadik. Shakarimiz erib olgandan keyin, bek erib ketmasmi, sal erigandan keyin anandan keyin buni o'tga qo'yib, butunlay shakar erib tuggichilik ilashtirib turamiz. So'z o'tda vilvil qaynab chiqqandan keyin ilashtirishni to'xtatsak bo'ladi. Shu qaynab chiqqandan keyin buningga qiladigan ishimiz ozroq, shu 4 kilo sutga men 2 bal qo'shib atrofida quyruq may, yangi o'yitilgan quyruq maydan 2 qo'shib atrofida selib o'taman. Oq eris qaynatish uchun quyruq may selib boshqa qilamiz. Agar sal qahvarangroq eris chiqarmoqchi bo'lsanglar, 1 bal qo'shib atrofida sudani aralashtirib qaynatsanglar bo'ladi juma. Mana xonim qizlar, shakarimizni butunlay erib bo'ldi. O'tga qo'ydik hozir. O'tga qo'yib to'xtamasdan ilashtirib, mana bunda qarsanglar, mana cho'mishda faqat shakar yo'q. Mushkil ahvol kelgan vaqtda endi shu yangi quyruq maya, o'yitilgan quyruq may bo'lsin bo'ldi. Mamayimizni endi texi bay texi eritgan quyruq mayni mushuningda men tamoq qo'shiqida 3 qo'shiq quyruq mayni qo'ydim juma. 3 qo'shiq qo'yishimdan sabab bu uyg'a vaqtda zishligi cho'ng bo'ldi emasmi buniki. Shunga suyuq holatga bo'lg'ashqa men 3 qo'shiq quyvatdim xonimlar. Endi mushuniki vilvil qaynab chiqishini kutsak bo'ladi. Vilvil qaynab chiqqandan keyin bu ilashtirishni to'xtatib, endi shu o'timizni so'z tanshab qo'yib, o'zi qaynab, bu 2 soatdan 2,5 soatgacha qaynab tayyor bo'ladi. Mana xonim qizlar, shunda vilvil qaynasi bo'ldi. Buningdan kuchli qaynab ketmasin, juma bo'lmasa teshib ketadi. Pek ilashtirganlar kelib kelsa, 1,5 soatda bir qitim ilashtirib qo'ysanglar bo'ldi. Bo'lmasa ilashtirmasanlarmi, mushu surat bo'yicha qaynasa 2 soatdan 2,5 soatgacha bu qo'yiladi. Endi shu qo'yilgan holda ko'ramiz xonimlar. Xonim qizlar, mana erisimizmi qaynab, shunchalik holat keldi. Mana shunda holat kelgan vaqtda buni to'xtatsak bo'ldi xonimlar endi. To'xtatib, buni bir kun tursa, bu yana qo'yiladi juma xonimlar. Lekin og'zini qiziq vaqtda yepib etmaymiz. Og'zi ochiq soviydi, ichiga nam tegib qolmasin. Butunlay sovib shu qo'yilib bo'lgandan keyin endi aynak qutilarimizga, quruq bo'lgan aynak qutilarimizga qochilab buni him etib, salqin yerda saqlasak bo'ldi xonimlar. Bugungi bu erisimiz 3 soatdan ortiq qayindi juma. Chunki miqdori bir qadar ko'parak bo'lganligi uchun buning qo'yilishiga bir qadar uzunroq vaqt ketgan bo'ldi xonimlar. Xonim qizlar, mana bir kecha turgandan keyingi erisdan oldi qo'yilib misholatga keldi. Mana shunchalik chiroyli, poqroq, yaxshi bo'lgan erisga erishdi xonimlar. Bo'lsa oilada bir sinab ko'rib boqasizlar. Dars tamom, Allohga omonat.